Yaptıramiz. Hop, main.js'da bitta qiladigan ishimiz fetch. Hop, https dummy.json.com/products. To'g'rimi? Then birinchi kelgan responsni JSON formatiga o'tkazishim kerak. Endi zen bo'ladi. U menga data yoki item qaytaradi, to'g'rimi? Любой narsani nomlasam bo'ladi. Konsolga itemni shunday ko'radigan bo'lsam va HTML ni render qiladigan bo'lsam o'ynagan. Obyekt kelyapti mana. 30 ta produkt bor ekan, to'g'rimi? Men mashinga bunday qilib jo'natadigan bo'lsam, method get limit ya method post bo'ladi. Limit yo'q, bu body orasida json.stringify holatda obyekt limit 60 ta desam, menga nima qaytaradi endi? Error qaytaradi. Nimaga? Post metodi yo'q. Men get metodidan foydalanishim kerak. Ha, body berib bo'lmaydi deyapti. Shuni so'rab turib, limit teng 60 ta desam nima bo'ladi? Mana bu narsani yozib o'tirishim shart emas ekan. Endi men mana shu dummy JSON ichiga men product qo'shmoqchi bo'lsam, men mana bu yerga ko'rgan bo'lsanglar, mana bu yerda 4 ta metod bor bizda. Get olib kelmoq, post create qilmoq, ya'ni qo'shmoq, put. Kelgan mana bu yozib beray. Get katta harflarda get yoziladi. Yo'q. Olib kelmoq. Bu back end uchun so'rovlar metodlari hisoblanuvchi 4 ta metod. Hop. Post katta harf bilan yoziladi bu ham. Post create ya'ni qo'shmoq. Buning ichida endi qaranglar, buning ichida nima bo'ladi? Nimalar bo'ladi? Headers bo'ladi. Mana bu narsa content type application JSON bu headers ichida yozilishi kerak, ya'ni headers ichida mana bunday bo'lib turib, mana bu narsa yozilishi kerak aslida. Ana, nima bo'lishi kerak? Hop, headers ichida object qiymat bo'ladi va mana bu yerda vergul qilib yozishmi? 2 nuqta qilib. Va bodyda JSON stringify holda back endga qiymatlarni men post so'rovini borayotganimda mana yerdan vergul yozib turib, mana bunaqa jingalak qavs yozib turib. Hop, ichiga header yozishim kerak ekan, ya'ni method yozishim kerak ekan, birinchi qiladigan ishim. Method agar post bo'lsa nima yozishim kerak ekan? Header yozishim kerak, header ichida mana bu narsa bo'lishi kerak. Buni ma'nosini React o'tganinglarda va backend o'tganinglarda tushunasizlar. Ya'ni har qanaqa berayotgan qiymatni qanaqa formatda beryapman? JSON formatda. Nima sababdan? Blob yoki body yoki buffer yoki boshqa formatlarimiz raqamlarga, ya'ni sifralarga o'tkazib yuborganida, sanoq sistemadagi sifralarga. O'tgan safar S harfi 64 ga tengligi, A harfi 52 ga tengligi fetchda o'tilgan edi, to'g'rimi? Hop. Men post metodini yuborayotganimda mana shu ma'lumotlarni yuborishim kerak ekan. Bodyda qanaqa formatda yuboraman ekan? Body ichiga har qanday qiymatlarni berishim kerak. Masalan, backend mendan so'raydi, mahsulot nomi, qanaqa mahsulot qo'shayotganim, mahsulotning narxi, mahsulotning rasmi, uni statusi, uni nechta borligi omborxonada. Bu narsa backendda yozib qo'yilgan bo'ladi, mendan so'raydi. Agar men birontasini bera olmasam qabul qilmaydi. Hech karsinkani qorovulxonasini ko'rganmisizlar, qanaqa ishlaydi? Yoki bironta bir omborxonani ko'rganmisizlar? Ishidan kirayotganlarda ism familiyalarda, sizlarda mana 5 ikkilarda omborxona, qorovulxona, karsinka deb o'tirmay, o'zim sizlarga aytaman. Shuni olib bitta xonaga kirib dars o'tirasizlar. Ustozlar ruxsat bersa, ha? Agar ustozlar ruxsat bermasa, sizlardan ism familiya, kimligingiz, bejik, ham tutamiz, hammasini so'raydi, to'g'rimi? Nazoratchi. Deb basharasiga qarab turib, boshqa odamlar deydi. Mana bu yerdan agar men bodyga JSON stringify holatda nimadir bermaydigan bo'lsam, meni backendim qabul qilmaydi. Ha, tanimaydi. Tushundingmi? Hop, men mana yerda limitni xohlagancha yozishim mumkin. Masalan, 24 ta mahsulot kerak menga. Slicer qilib o'tirishim shart emas ekan. O'zi avtomatik slicer funksiyasi bor ekan backend o'zida. Tushundingizmi? Hop, endi keyingi metod put endi delete davay daftarga yozing. Daftarga bor? Davom etyapmiz. Qaranglar. Biz oldin mana yerda mahsulotlarimizni oldik, to'g'rimi? Fetch qildik. Biz oldin ozgina UI tayyorlashimiz kerak. UI nima uchun? Biz mahsulotlarimizni olib chiqish va qidiruv tizimi navbar qismi bo'lishi kerak. Hop, UI tayyorlab beraman. UI header bo'ladi. Header klassida header bo'ladi. Va ID'sida ham header bo'ladi. Va keyin role deganida ham header bo'ladi. Role shart emas, okey. Nav bo'ladi. Klassida nav va container degan yozuv bo'ladi. Va logo box logo box harfida ./index.html ga hop role link. To'g'rimi? Image bo'ladi yoki juda beharf bo'ladi.
yoki любой bitta harf tagida klasi logo, roli, logo. Rolida masalan men logo va men link box deb turib URL dan foydalanaman va ichida lilar bo'ladi. Link box item ko'p aytamiz 4 ta bo'ladi ular va ularning ichida harflar bo'ladi, to'g'rimi? Link box link deymiz. Okey. Shuni bosamiz va shuni formatini prettier orqali shuni format qilib mana qilib turib item dollarini qo'yib turib bitta bossak va prettier formatlasak keyin tushadi. Birinchisiga home bo'ladi. Home page. Hech narsani tushunmay o'tiribsizlarmi? Formatning qanaqa qilishi Zaps ketyapti mana. Aldaganman zaps bo'lmaydi deb. Prettierdami? Shunchaki o'rnatasiz bo'ldi. Home about products va nimamiz bor keyingisi? Contact. Hop endi va bizda hop va bizda style CSS bo'ladi. Va meta name'iga, author, content'iga meta name'iga, content'iga meta name'iga, description content'iga this is e-commerce shop create with hamma elementda marginini 0 qilamiz, psini 0 qilamiz, bxsz qilamiz, box sizing border box bo'ladi va bodyda backgroundni har doim off qilamiz, font familyni mana shunaqa font qilmoqchi bo'ldimmi yoki mana shundan foydalanmoqchi bo'lib qoldimmi? Xohladim shuni va ULda, Lda, OLda list style'ini on qilamiz. Ana text decoration'ini non qilamiz. Va yana nimasini non qilamiz? Outline nima edi? Text decoration tagida chiziq. Mana outline qachon ishlaydi qarang. Mana ko'ryapsizlarmi? Belgilanib qolyapti. Tabni bosganimda chiqib qolyapti. O'sha tabni bosganimda chiqmasligi uchun outline yoqsam va ko'rayotgan bo'lsanglar bu yoqqa o'tib ketdi mana. Hop. Buttonni borderini non qilamiz. Yo'q. Okey, non qilib ko'ramiz. Border shart emas. Border radiusini 8 piksel qilamiz har doim. Hop. Backgroundini har doim oq rangga moslab turib FFF ga qanaqadir hozir bir naligindaqa qo'shamiz, bir kreativlik. Mana shunaqa background qilamiz mana. Hop, endi nuqta loginnikini paddingini tepa pastdan 8 piksel, ikki tarafdan 20 piksel va nuqta kartikini color FFF font size'ini 20 piksel. Ha? Keyin mana unga nima qo'shib qo'yamiz? Kursorini pointer qilamiz. Qaranglar, bitta zo'r narsa bor. Hamma elementni user select degan narsasini nom qilib qo'ysangiz, bunday qilib tanlab bo'lmay qoladi. Test shunga o'xshagan narsa qilayotganinglarda, bunday tanlab turib ChatGPT ga tashlamaslik uchun shunaqa narsa qo'shishinglar kerak. Tushundingizmi? Bu narsa shunaqa optimizatsiya uchun kerak. Masalan, test qildinglar, test yozadigan, test qiladigan sayt qildinglar. Bunday savolni olib turib ChatGPT ga tashlasa, screenshot bo'ladimi? Screenshot ham yopsa bo'ladi, aka. Yopish uchun JavaScriptda kod yozish kerak. Ya'ni har bitta testingizni select qilmaslik uchun siz Canvas degan tagdan foydalanib, uning ichiga matnni, contentni JavaScript orqali kiritasiz. Canvasda har qanaqa ekran zapis, screenshot, shunga o'xshagan narsalar uchun bu yerda screenshot qilish mumkin emas deb yozuv qora-oyna chiqarib qo'ysangiz bo'ladi. Qanchalik darajada ishlayapti, tangiz qilishga. Telefon testda yig'ib olinadi-yu. Vay. Ishlarni qo'y. Bo'ldi, boshqa gapga yo'qsan.
Joyida ishladimi? Max chiziqcha. Max widzini 1240 piksel. Marginini 0 6 qilamiz. Paddingini tepa pastdan 10 piksel, ikki tarafdan 20 piksel. Okay, endi nav deb chaqiramizda display flex, hop justify content space between align items center qilamiz va link display flex direction gap 20 piksel align items center nuqta btn box ichidagina display flex gap 16 piksel align items Rom deb o'tayapman. rem Ha, rem. link box tagidan bunday qilsa chiqadigan narsalar shart emas sizlarga. Headerni shunaqa qilib yopib beramiz. Keyin bizga nima kerak endi? Main kerak. Class name main va bitta section class name product va ichida product degan div bor. U divning ichida hop, mana productga container qo'shsak bo'ladi. Product divning ichida nuqta product chiziqcha image box ana chekkasiga qanaqa qilib bunday sale degan yozuvlar qo'yishni o'rgatgan edim, to'g'rimi? Qilib bergan edim. Bitta kartochkani rasmini yoniga yuraycha, bir tarafga yuraycha chiqarib, bir tarafga sale deb turib foiz chiqarib berdim-ku. O'shani gapirdim men. Okay? Image loading Kamola. Product. This is any image. Noma'lum rasm bo'lyaptimi shunda? Qandaydir a? https 2.pixum.photos/id/300/300/300. Algoritmni Wi-Fi ishlamayapti, cho'ta. Ishlaganmi, Madina? Hozircha qayerdan o'tdi? Cho'ta bu yerda Wi-Fi ishlaganmi? Bunaqa aldamayna bizni deb. Teacher bunaqa dars o'tib berganiga nima olib chiqaylik, u yoq bu yoq deb o'tirmayman, hech narsa shart emas. 220 harf rasmlar keladi mana. Qarang endi. Bitta narsa bor. CSS da width qaytib bersanglar, avval HTML o'qiladi-ku. Rasm kelib turib. Ana bu rasmni hajmi kattaroq bo'lib turib, keng kichraytirishinglarga to'g'ri keladi. Mana yerdan o'zi avtomatik rasm o'zi kichkina keladi. Lekin mana dummy JSONdagi rasmlar katta keladi. Mana men sizlarga ko'rsatishim mumkin hozir bittasini shuni. Objektni ochaman, productni ochaman, любой bittasini. Mana dumbalang degan narsasi bor. Katta rasm keldi. Endi mana shuni kattaligini to'g'irlash uchun width'ini 280 qilib, height'ini 280 qilib qo'ysangiz, default rasm qo'yilishi bilan 280 ga 280 ramkaning ichiga qo'yiladi. Mana width height degan atribut bor-ku o'zida. Image o'zida bor shunaqa atribut. Style bermasam ham ishlayveradi bu narsa. Hop, endi product chiziqcha body degan narsa bor. Product body. Va product bodyning vazifasi hozir bu yerda mahsulotning narxi, nomi, shunga o'xshagan ma'lumotlar yig'ib turish uchun. Va pastda nuqta product chiziqcha btn box deb yozib turib, hop, btn button nuqta hop boy plus nuqta button nuqta savatchaga qo'shish nima bo'ladi? Kart bo'ladimi? Okay, mana. Kart. Hop, men bunga boy nav deb turib, men bunisiga add to cart. Ana. Bu ham mo'tadil bo'ldimi? Kart bilan password. Yana ham resmi 3 xil tilda inglizcha, o'zbekcha, ruscha. Dokepada kanasdan cho'sa, bitta bo'lsa inglizcha, qoladi hammasi o'z. Mana bilan klass bir xil bo'lgani uchun shunaqa chiqib qolyapti. Buni ham klassiga kart deb qo'shib qo'ysa bo'ladi.
bir xil button bo'lib turadi. Endi mana product body ichida H2 bor. H2 da this is lampchka nima bo'ladi? Lamp bo'ladimi ingliz tilida? Lamp. Lamp. Okay. Endi P ga lorem 20 ta so'z yetadi. I plus mana uni ichiga A qo'shib turib, xrfni reshotka qilib turib, Learn more. Ha, more. more deb qo'yamiz. Mana. Va buni style'ini shu yerda o'zida color blue qilib ko'k rang berib qo'ysa. Ana. O'zi avtomatik ko'k bo'ldi. Xo'p. Xursandmisiz? Endi buni pastida nuqta product chiziqcha prike box degan joy bo'ladi. Price box. B harfini ichida emas, B harfini ichida 93,400 so'm degan funksiyamiz bor. Ana. Nimaga tanlayapman narxni? Ha, u tepadan nima edi? User select. Ha, user select. Ha. Endi men productga display flex beraman. Flex wrap'ini wrap qilaman. Ha? Gapini 20 piksel qilaman. Nimaga? 3 ta mana shunaqa mahsulot bo'lib qolsa ham, yonma-yon orasida farqi bo'lib turib, chiqib turishi uchun. Produktlarga width'ini 3 qator qilmoqchimanmi, 4 qator qilmoqchimanmi? 4 qator qilaylik, 24% bersam width'ini 4 qator bo'ladi. Endi 4 ta mana shunaqa mahsulotdan qo'yib ko'raman, qanaqa chiqadi oynada. Ana, nimaga pastga tushib ketdi? 20 piksel 4 tasi uchun katta, shuning uchun mana uni 23% berasiz. Yonma-yon bo'ldi. Endi produktni o'zida padding bo'lsa-chi? Например, har tarafdan 12 piksel. Border 1 piksel solid 0,2,0,2,0,0,2. Mana uni ham qaralashtirsangiz. Ha? Rasm tashqariga chiqib ketdimi? Nimaga? Overlock hidden qilish kerak. 40 ta chetda akamda. Например, bitta ko'za qo'ymoqchisiz, ko'zani bitta sopi yo'q. Uni chavgun deb o'yladi bu yerda olmoqchi bo'lgan odam. Shuning uchun mana bu yerga rasmni agar ekranda okey, mana shuni 100% qilasiz. O'rab turuvchi qancha bo'lsa ana shunga moslashib ketadigan qilib. Va CSS ham product image degan narsa bor ekan. Chaqiramiz ekan nuqta product chiziqcha image ni width'ini 100% qilib belgilab qo'yamiz ekan. Ana. Qisilda. Height'ini ham 100% qilib belgilasam, otaylar mana width'ga qarab turib moslashadi. Mana bu yerdan height'ni o'chirib tashlasam bo'lar ekan. Mana bu yerda card degan yozuvlarni olib tashlayman. Sal buttonda sal o'ta chiroyliroq qilishimiz kerak. Hop, moslashyapti. Endi ko'rayotgan bo'lsanglar, manetda chegaramiz, lekin ma'da rasm turibdi, mahsulot turibdi, to'g'rimi? Bu narsani moslashib ketishi uchun mana unga flex grow degan CSS xossamiz bor edi. Qolgan vizda egallab olish, bo'sh joylarni. Esingizdami? Yo, hech qaysilar bilmaysizlar flex grow. Qarang, akalar. O'chiraman. Buni borderini yozaman. Qarang. Product yozib qo'yganman. Product'ni borderni yozaman. Mana. Ko'rayotgan bo'lsanglar, bu yerdan hech qancha joy tashlagan yo'q, bu yerdan katta joy tashlayapti. Flex grow ni vazifasi mana bu yerda har biriga joy tashlagandan keyin tashqaridan qaysi tur tarafdan joy ortib qolyapti, to'g'rimi? Qanchadir. Ana shu joyni hammasiga teng taqsimlab berish uchun bir berib qo'ydim. Agar men birinchi produktni o'zini ushlab flex grow'ni bir berib turib, qolganlariga 0 qilmoqchi bo'lsam, qolganlarini video o'zgarmasdan birinchisi hamma bo'sh joylarda o'ziniki qilib oladi. Lekin baribir tushunmadinglar. Ya'ni, ha, bo'ldi, gap yo'q. Beraman ham sizlarga mana shu narsani. Nuqta product first child degan narsasi bor edi. Ko'rdingizmi? Mana ulardan ko'ra mono video katta, qayerdan bilib olsak bo'ladi? Battanidan. Bu flex grow bo'sh joylarda mana bu yerdagi elementlarga belgilab berish, ya'ni bo'lib berish. Ana otalar meros qoldirish bor-ku. Hamma farzandiga teng bo'lib beradi. Hozir hamma farzandda flex grow bir xil bo'lsa, hammasiga teng bo'lib beradi. Agar qaysidir bitta farzandini yaxshi ko'rsa, ko'prog'ini unga tashlab ketadi. Unda flex grow bir bo'ladi-da.
Hop, shunaqa tartibda ishlaydi. Border radiusini 12 piksel qilamiz. Sal mana chiroyliroq bo'ldi. No, xunuk. Haqiqatda dizayni xunuk katta. Men bu yerda sizlarda dizayn bo'yicha emas, hozir JavaScriptda qidirganida aynan shu mahsulot chiqib kelishini qilib berishim kerak. Dizayn o'zingizlar qilib olasizlar yoki dizaynni sun'iy intellekt ham qilib bera oladi. ChatGPT shuni ishlatayotdi o'zi. Yo'q, chiqib ketchiga. Sizlar ishlatmaysizlarmi? Ha, loyihalarda ko'ryapman ChatGPTni. Hayron qolaysiz. Ha? Ular qaysi tilda sun'iy intellekt, okey. Mana mahsulotlar chiqyapti. Men mahsulotlarni o'chirib tashlayman hozir. Bitta mahsulot qoladi. Endi ko'rayotgan bo'lsangiz hamma bo'sh joyda egallab olganining sababi flex scroll borligi. Demak, buni max width'ini 23% qilishimiz kerak. O'shida qo'yma. Sizda ham aytayda ham. Shunaqa xonaga kirsam bo'ladi, yo'q bo'lsa. Nimaga? Narsa qo'yib, narsa ko'prik oldi, narsa palov olib qo'yib. Ingliz tilida derazani Ayda, avtobus yo'qda, ko'rdingizmi? Qayda? 2 avtobus to'xtab turdik. Asoy oldi. Yo'qdan o'tmagan. Kamera ketaylik. Zaret olmay qop. Kamera ketaylik. Bilmayman, darsimi? Qaragangiz yo'q-da. Nimani tushunyapsiz hozir? Hech narsani tushunganingiz yo'q. Ha? Yolg'on gapirmang-chi endi. Hop, renderer.js degan narsa olishimiz kerak. Function renderer u o'ziga nima qabul qiladi? Array qabul qiladi. Kelgan arrayni men for each qilaman. Nimaga? Oynaga yoyish uchun. Har bir item keladi. Har safar item kelganda let hozir Mahmudga bitta let product then document nuqta query selector nuqta products. Men endi har safar nima bo'lganda bitta box yarataman. Document nuqta create element div va boxga nuqta class listiga add qilaman. Nimani? Productni. Va men Mahmudda hozir bitta hop Mahmudda hozir bitta yana bitta funksiya fetch qilib borib kelish kerak. Qolgan funksiyalarim filtrlarga yozishim kerak. Masalan, get all product degan bitta funksiyam bor. Function get all product. Uni ichida mana bu funksiyam ishlaydi. Formatini prettier orqali to'g'rilab qo'yaman va bu yerda endi rendererning ichiga nimani beraveraman? Itemning ichidagi produktlarni. Yoki mana yerga bitta o'zgaruvchi ochaman. Let all product teng all product teng. Bo'sh array. Ha? Endi mana shu yerda hop renderer ichiga item productni beraversam ham bo'ladi yoki mana buni o'zgartirib yuborsam ham bo'ladi. Men hozir mana bu usulda bersam osonroq va u har safar qiymatlarni olib maplayveradi. Lekin men mana bu yerdagi produktlarni hammasini nimadir o'zgaruvchiga olib qo'yishim kerak. Ya'ni mana bu o'zgaruvchiga. Nimaga? Men hammasini olib turib, ustidan filtr amalini bajarib turib, keyin yana render ishlatishim mumkin-da men. Ya'ni qidiruv tizimida inputni title'iga teng bo'lgan hamma mahsulotni title'ini olib kelib chiqarishim kerak, to'g'rimi oynaga? Spider-Man deb yozsam, Spider-Man chiqib kelishi kerak. To'g'rimi? Ha, endi bu uchun hop, men bitta hop, all productni tenglayman, all productni tenglayman. Nimani ichiga? Itemning ichidan kelayotgan productsga
Mana bu yerda ham productsga tenglayman. Va mana bu yerda console logga boxni ko'rsam nima kelayotgan bo'ladi? Nimaga ishlamayapti? Top energy kodga qarab turib. Men bilaman xatosini. Rest degan narsa yo'q o'rnida. Mana rest turibdi-ku. Mana narsani chaqirmaganman emasmanmi? 30 ta mahsulot keldi, to'g'rimi? Endi 30 ta mahsulotga, ya'ni boxga inner HTML qilaman. Nimani? Bu komment qo'ygan HTML degan narsa. Kichkina bo'ladi ular. Endi men append child qilishim kerak nimani? Hop. Productsga append child boxni. Mana. Bir xil mahsulotlar chiqib keldi. Nechta? 24 ta. Endi men hozir har bittasini nomlari va rasmlarini o'zgartirishim kerak. Shuni dollardan qilaman. Itemdan kelayotgan nimaga? Sumtengilga. Ana. O'ta mo'tadil chiqdi. Ha? Mana alt deganini shuni dollardan qilamanda item ichidan kelayotgan title'ga va har bitta mahsulotni unique qilish uchun men mana bu yerga unique shart emas. Unique shart emas. Okey. Hop, endi har bir title'da shuni o'zini nomiga nomlab qo'yishim kerak. Itemmi? Title'iga. Ana. Endi mana shu title'ni slice qilib 40 qo'yishim kerak. Slice qilib 0 dan 14 gacha. Va yoniga ana. Hammasini heyti bir xil, mahsulotni mana nimasi bir xil turibdi. Xo'sh, endi mana lorem ipsumda ham 40 nima olib tashlashim kerak. Va item ichidagi item ichidan kelayotgan descriptionga. Va endi har xil kelib qolyapti bu yerda description. Bu yerda ham slice qilamanda 0 dan 24 gacha. Yerlarni chiqaraman, dov chiqib turib. Yeyamdan chiqarib yuboryapti har bitta gapirmoqchi bo'lgan gapimni. Item ichidan kelayotgan price. Nima deysiz? Ha, mana. Hammasini har xil bo'ldi. $20 olasizlarmi bu narsani ikkinchidagi narsani? Bu eng anaqasi. Tepasimi? Padelgasi. Yo eng qimmatimi? Eng arzon ranglar Full bo'lmagan. price. Ha, 200 mingga ranglari bo'lmaganini olasizlarmi? Yo'qligini olish kerak. Uni bu suxoy. Turishini qara. Tushunmaysiz. Men tushunaman. Suxoy qanaqa turadi? Uni oxirida qo'yish kerak. Yo'qligini olasizlar. Tomadani qarang. Shirindan qorin to'q tusadim bu. Bir oy chavishtirmaydi. Oxirida. Yo, qattiqroq kulib dars o'taylik biz ham. U bir martaligi. Bir hafta? Bir marta. Ha, bir martami? Qaralaring endi, o'y, dumbillar. Davay. Men mana yerga bitta funksiya yozishim kerak. Hop. Function search product. Search product ichiga Alo, yondagi qizarib so'z chiqib turgan anaqa chiqarsa bo'ladi. qaysi? Shundoq. Kod yozing, nima deb yozing? Yo, hozir to'xtab turing. Bor, extension topishingiz kerak. Ashnarsani men topmaganman. Ashnaqa bo'lib qolibdi-da menda. Section klassiga search deb yozib qo'yaman. Va ichiga input klassi search bo'ladi. Hop. Placeholderga search
product va mana unga Style beramizmi? container deb bersak, o'zi o'rtaga kelib qoladi. Va yoniga button yozamiz. Search deb yozamiz. Endi men hozir mana yerga kelib turib inputga borderini nol qilaman. Searchni font size'ini 24 piksel qilaman. Va ana buttonda klassi search button'i search button ikkalasini background'ini nol qilaman. Endi men hozir ana sectionning nomi search section. Men search sectionga kirib turib, hop, background'ini kulrang qilaman. Padding yo'q. Width'ini 60% qilaman. Hop. Endi inputda nuqta search'ni width'ini 100% qilaman. Va mana unga display flex qilaman. Border chiziqcha radiusini 8 piksel qilaman. 18 pikselmiş. Nimaga? Musaqsiz. Ishagi nima bo'libdi sizga? Outline'ini nol qilmasam, mana uni bosganimda mana bir nimalar chiqyapti, ha? Endi mana shu yerdan mahsulot qidirib, search degan tugma bosilganida ishlash kerak bu funksiya. Qachon ishlash kerak ekan? Button bosilganda. Mana bu yerda search button add event listener klik bo'lganda, ya'ni document nuqta query selector search button add event listener, qaranglar, zo'r yozish usulini yozyapman. Klik bo'lganda let input teng document nuqta query selector input klassi nima edi? Search edi, to'g'rimi? Searchni men valuesini olsam va u narsani console logga inputni chiqarsam, qaranglar. Ochale. Nomni oqtirib, buni bossam, ana. Title keldi, ma'lumot keldi, to'g'rimi? Endi men bu narsani nimaga o'tkazishim kerak? To lower case ga. Va console logga inputni ko'ramiz. Endi men bu narsani katta harfda yozsam ham nimada keladi? Kichkina harfda. Ha, endi qaranglar. Men mana all productda nima bor? Mana yerdan kelgan hamma product bor, to'g'rimi? Ha. Endi men hamma productni filtrlayman. Hop, mana let new product teng all productni filter qilaman. Nimaga filter? O'shanga teng kelayotgan har qanday mahsulotda find bilan filtrda nima farqi bor edi? Filter o'zgarmasini oladi. Hop, findchi Ben fakat bir donasını. faqat bir dona qaytaradi. Filter array qaytaradi. Nechta mos kelsa. Uning ichida item'i bo'ladi, to'g'rimi? Ha. Va endi itemni to lower case qilib ichidan itemni title'ini itemni o'zidan topolmaydi-ku. Itemning ichida title'lar bor, to'g'rimi? Ha. Ichidan includes qilamiz. Teşekkürler. Qidiramiz nimani? Inputni. Va console logga new productni chiqaramiz. Qarab turinglar, mana. S deb yozdim, search qildim. Chiqmadi. Filtrdan o'tmadi. Itemning ichida title'lar bor, to'g'rimi? Ha. Uning ichidan men to lower case qilib includes qilganimda men mana shu yerda all productni bitta console logga ko'rib qo'ying, qani. Har bir itemlar kelyapti. Har bir itemning ichida title de to lower case qilib includes
Ha, mana bu narsa bo'lmasa, return yozish kerak-ku, dumbul. Agar jingalak qavus bo'lmasa, return yozish shart emas. Agar jingalak qavus bo'lib qolsa, return yozish kerak. Mana shu yerda ko'rib olinglar, qaranglar. Return yozmasam, S deb yozib turib qidirsam chiqib keladi, mana bitta mahsulot bor ekan. Agar men hozirgindaqa jingalak qavusim bo'lsa, return yozishim kerak. Endi S deb yozsam, endi yana chiqib keladi. Endi nima qilishim kerak mana shu yerda? Men render productni chaqirishim kerak. Renderer productni. Ichiga new productni beraveraman. Lekin yangilanmaydi hozir. Yangilanmasligini sababi men hali HTMLdagi mana bu oynani tozalab olmadim. Bu oynani qanday tozalab olaman? Products'ga inner HTML qilamanda bo'sh stringni. Endi tugmani bosganimda avval product stitchini hech nimasini qog'ozmasdan o'chirib tashlab turib, keyin qaytadan renderer funksiyasini ishlatadi. Mana. Qaranglar. S deb yozib turib search qilsam, mana. O'ta mo'tadil bo'ldi. Endi mana bu yerda shunaqangi narsa yozishimiz kerakki, agar arrayda nuqta length teng bo'lsa 0 ga, agar shunday bo'lsa nimadir, aks holda bunaqa bo'lsin deyish kerak. Agar mana bunaqa bo'lib qolsa, men nima qilishim kerak? Products'ga inner HTML qilamanda, nimani? Pini va men Mahmudga endi men hozir Laylo deb yozsam, Mahsulot not yo'q. product not found. Laylo degan mahsulot bormi? R yozingchi, просто R. Ha? R ni o'zini yozib ko'ringchi, productlar chiqadimi? Bitta R. R harfini o'zini yozib qo'yingchi, inputga deyaptilar. Ha, qani R harfini o'zini yozsam, ha, R si bor mahsulotlar chiqadi. Mana. R deb yozsam mana. Mana. Endi qaranglar. Meni 14 minut vaqtim qoldi. Bitta funksiya yozib beraman yana. Adan nima noti? Bilmayman, to'g'rimi borlar? Men unaqa qilib asabimni buzmasanglar, iltimos sizlardan. O'ta o'zinglar juda bir aqlli bo'lasizlar, to'g'rimi? To'g'ri. Mahmudda hozir men Adan Zgacha deb funksiya yozishim kerak. Yo, narx bo'yicha filtrlab beraymi? Ikkitasi ham qiladi. Bo'laveradi, ikkalasini ham qilib beraman. Mahmudga roll qilib, section deb yozib qo'yaman. Yo, aka, nimaga ulgurmay qolar ekanman? Qaranglar. Button to prike. Uyga vazifa sifatida bittasini beraman men sizlarga. Uyga vazifa sifatida. Sizlar Adan Zgacha mahsulotlarni filtrlaysizlar. Oson bitta funksiya qo'shasizlar xolos. Ha, hop, mana bittaga bitta funksiyam nima qiladi? Mana bunga o'xshab ishlaydi, mana bunga o'xshab. Agar document.query selector to price bo'yicha ishlasa, element listener klik bo'lsa, men all productlarni olaman, filter qilaman. Yo, sort qilamiz. Sort nima qilib beradi? Sortirovka qiladi, to'g'rimi? Sort A va B oladi. A va B. A va B A qiymat bilan B qiymat. U nimani ichidagi? All product ichidagi. Men all product ichidagi price men A ichidagi price minus qilaman B ichidagi price ga va bu narsani new data qilib teng qilaman va renderer funksiyani chaqiraman. Renderer funksiyani ichiga new datani beraveraman. New datani bersam va price tugmasini bossam, qiymat kelish kerak, yangilanmaydi lekin. Nimaga? Men hali product ichiga inner HTML qilib bo'sh string beravermadim. Endi qimmatlari tepaga chiqish kerak bo'lsa, mana bu ikkita B ni price bo'yicha. Qimmatlari chiqish kerak bo'lsa, B ni pricedan A ni priceini ayiramiz. Shunaqangi zo'r narsa bo'ldi. Bizda price tugmamiz bosilganida, ya. Ha, yana mana bu yerda return yozmaganman. Ana. Nima deysiz? Kravatlar bor ekan mana bunaqa narxda.
Endi qaranglar, biz mana bu yerda fetch qilayotganimizda limitini 24 ta qildik. 100 ta, qaralaring. 100 ta qilib turib bitta bossam mana Rolex bor ekan birinchi narx bo'yicha. Endi A dan Z gacha filtr funksiyasi qanday bo'ladi? Uni ham yozib beraymi? Document nuqta query selector A to Z degan funksiya bo'ladi. Element listener klik bo'lganda xuddi mana narsalar keladi. Faqat mana bu yerda endi price bo'yicha emasda, shunchaki sortda o'z ishlaydi. Sortda o'z ishlasa yo'q. Prosta sortda o'zini berib olaylikchi. Mana A to Z degan patronimizni yozib qo'yaylik HTML ga. Hop, mana shuni A dan Z gacha harf bo'yicha filtrlash uchun nima qilish kerak deb yozamiz. ChatGPT ga. To local compare degan funksiyadan foydalanyapti. Shuni qilamizda mana. Ana. Men hozir mana bu yerdan HTML dan mana filter degan funksiyani CSS ga shuni chaqiraman-da. Mana bu tarafga. Display flex gap 20 piksel. Mana justify bo'lib ketdi bu. Buni battonlarni chiroyli, dizaynlarni chiroyli qilib qo'yasizlar o'zingizlar bilib, ha? Yo'q. Qanaqa qilasiz? Yo'q. Yuzta mahsulot bor ekan xolos. Bitta qilaylik. Hayotbek aka. Bu nima deydi bu? Qarang. Esse deb yozib turib, mana uni bitta bossa. Keyin mana uni bitta bossa. JavaScript 2-oydan 3-oyga o'tgan birinchi darsida yo'q. Eng qizig'i bu dam Edison bilan, fetch bilan. Nima deydi? Prosta tushunishgan bo'lsa bo'ldi, shu. Mana uni yozib olganman, endi mashinadan